Jannatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hamroh bo'lish inson intilishi mumkin bo'lgan oliy mukofotlardan eng go'zalidir. Shu bois payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mu'minlarni ushbu yuksak martabaga qiziqtirib, jannatda o'z zotga yaqin va qo'shni bo'lishga sabab bo'luvchi bir qancha solih amallarni o'rgatdilar. Quyidagi ushbu amallardan ayrimlarini sanab o'tamiz. Jannatda payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan hamroh bo'lishlik bu ne qadar baxt. Biz bu dunyoda u zotni ko'rmadik. U zotni ko'rmasdan turib iymon keltirdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umrlarining oxirida, nihoyasida Baqiya qabristoniga chiqib bir toshning ustiga o'tirib yig'ladilar. Sahobalar so'radilarki, "Ya Rasululloh, siz nimaga yig'layapsiz?" dedilar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Men do'stlarimni sog'indim" deb yig'lagan ekanlar. Sahobalar "Ya Rasululloh, biz sizning do'stingiz emasmizmi?" deganda, "Yo'q" dedilar. "Sizlar mening sahobalarimsiz. Meni do'stlarim qiyomatga yaqin keladi. Meni ko'rmasdan iymon keltiradi. Meni ko'rmasdan menga salovat aytadi. Meni ko'rmasdan menga muhabbat qo'yadi. Ana shularni sog'indim" degan ekanlar. Ular kim? Ular shu sizga o'xshagan, bizga o'xshagan insonlar. Ana shu zot bilan jannatda birga bo'lishni xohlamaymizmi? Albatta xohlaymiz. Duolarimizda aytamizki, Parvardigoro, bizni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan jannatda qo'shni qilgin. Ota-onamizni jannatda payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan birga qo'shni qilgin deb doimo duolarimizda aytamiz.